Ho'p, assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. O'tgan darsda JavaScript'te ma'lumotlar turlari bilan ozgina tanishib oldik. Xo'p, eng ko'p ishlatiladigan ma'lumot turlarimizdan biri bu stringdir. Kelgusi darslarimizda ham misollar ko'rayotganimizda string bilan ko'p ishlaymiz. O'shaning uchun keling stringni yozilish qoidalari bilan tanishib o'tamiz. Keling, misol uchun bitta string yozaman. Let, misol uchun name deymiz. Teng, misol uchun Anvar. Misol uchun Bobojonov bo'lsin. Bobojonov. Hop. Bu bitta demak string ekan. Agar men console.logga type of name desam, Live server qilamiz. Inspect console ko'radigan bo'lsam, demak string metodi ekan. String metodi kelyapti. Bu yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin, string metodida keldi. Endi stringni biz qanaqa ko'rinishda yozishimiz ham mumkin? Keling, mana bu turib turaversin. Bir tirnoqda yozishim ham mumkin mana. Bir tirnoqda yozishim mumkin, hech narsa o'zgarmaydi. Type of'ni o'chirib qo'yaman. Endi kelamiz. Mana Anvar Bobojonov keldi. Ana endi bir tirnoqdan tashqari backtick deyiladi bizda. Bu tabni yuqorisidagi knopkada yoziladi. Mana backtick. Bu ham demak bizda string yasab berar ekan hech qachon. Bularsiz o'zini yozib ko'rmang, xato bo'ladi. Xo'p, ana endi backtickning qulay taraflaridan biri biz mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Anvar Bobojonov. Xo'p, yoshi misol uchun 23 ta. Kasbi bo'lishi mumkin. Misol uchun dasturchi. Xo'p, konsolni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Anchagina joylar tashalgan, joy tashalgan bu yerda. Keling, mana buni ozgina suraylik chiqani. Mana. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, mana bu backtick bilan mana shunday ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Endi keling, backticksiz buni oddiygina bir tirnoqqa o'tkazib qo'yaman shu holatda. Xo'p, bizda nima bo'ldi? Anvar Bobojonov. O'sha bunday qilish xato, chunki bir tirnoqga qo'sh tirnoqda yozdingizmi, u bir qatorda bo'lishi kerak. Bo'lmasam xato beradi. Qaytaraman joyiga. Buni ham qaytaramiz. Bo'ldi, ana endi to'g'ri ishladi. Demak, backtick bilan boyagiday holatda ishlatishimiz mumkin ekan. Bu ham bir qulay turlaridan biri ishlatishda backtickni. Endi keling, bir tirnoq ichida bir tirnoqlar qanday ishlaydi? Misol uchun buni o'chiramandagin. Men misol uchun O'zbekistondanman deyishim mumkin, to'g'rimi? O'zbekistondanman. Ko'rishingiz mumkin, o'sha xatolik bo'ldi, chunki O harfidagi bir tutuq belgisi va mana bu yerdagi bir tirnoqimiz o'sha mana bu yerda birinchi tirnoq bilan O harfida bir tirnoq bitta string bo'lib ajralib qoldi va bu o'zi bir o'zi qolib ketdi. Xullas, xatolik ro'y berdi. Keling, bunday holatlardan qanday qutulish mumkin? Agar sizda shunaqa holat ro'y beradigan bo'lsa, birinchi holat bu ikkita chekkani qo'sh tirnoqqa aylantirish. Ko'rishingiz mumkin, agar ikkita chekkada qo'sh tirnoq bo'ladigan bo'lsa, o'rtada bir tirnoq zarar qilmaydi. Xo'p, men O'zbekistondaman va misol uchun tekst yozib ko'ramiz. Keling, endi tekst yozib ko'ramiz. O'zbekistondaman degan so'zini o'chirib turamandagim. Men misol uchun o'tgan kunlar romanini o'qiganman. Keling, o'tgan kunlar romani ham qo'sh tirnoqda chiqishini xohlashim mumkin. Misol uchun men o'tgan o'tgan kunlar
deymiz. Bo'ldi. Qo'sh tirnoq yopilishi kerak. Mana bu qo'sh tirnoq va mana bu qo'sh tirnoq bo'lishi kerak. Romanni o'qiganman. Keling, mana shuni qanday qilib stringda chiqarishimiz mumkin? D murakkabi. Qarang, agar mana bu yerdan ikkitalik qo'yadigan bo'lsak, mana bunga konflikt beryapti, xato bo'lyapti. Agar men buni bittalik qilib qo'ysamchi? Bittalik qilib qo'yaman. Baribir konflikt bor, chunki mana bu yerdagi bir tirnoq ham уже bizga muammo beryapti. Xo'p, bundan qanday qochish kerak? Agar shundan ham xatolik bo'ladigan bo'lsa, bizda backslash degan narsa bor. Backslashni bosib, undan qutulib qolishimiz mumkin. Mana, ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, muammo hal bo'ldi. Yoki backslashdan tashqari keling, yana boshqa yo'llarni ko'ramiz. Bektikdan foydalanib ko'ramiz. Bektikdan. Demak, bektikda ham bemalol mana bunaqa muammolardan qochib qutulishimiz mumkin ekan. Men o'tgan kunlar romanini o'qiganman. Ajoyib. Bizda tekstimizda ikkita tirnoq ham bor, bittalik tirnoq ham bor. Hammasi muammosiz chiqib kelyapti. Hop, keling yana ozgina praktika qilamiz. Bu endi yozilish bo'yicha ozgina ko'nikmaydi. Keling, tak, salom, misol uchun name'ga Abror deyman. Abror degan ism beramiz. Nuqta slash. Let, misol uchun say hi degan o'zgaruvchi ochaman. Bu misol uchun good morning desin. Good morning. Hop, endi keling mana shu ikkita tekstni birlashtirib chiqarib kelamiz. Chiqarib ko'ramiz. Let, keling buni yangi o'zgaruvchiga olaman. Full, misol uchun nima desam bo'ladi? Full statement deylik. Statement. Hop, name va say hi ning yig'inini sizib ko'ramiz. Hop, mana bu name o'rniga endi full statementni chiqarib ko'raman. Abror good morning deb chiqardi, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni name Abror edi, unga say hi qo'shildi. Demak, ikkita string bir-biriga qo'shildi. Qo'shilishi albatta matematik qo'shilib bo'lmaydi hech qachon, chunki bular raqam emas. Shunchaki bular yopishib qoldi. Ikkita stringni bir-biriga hozir qo'shib ko'rdik. Keling, Abror bilan good morning orasida joy qolishi kerak. Mana shu bunaqa vaqtlarda qanday yo'l tutishlarini ko'ramiz. Birinchi o'rinda, birinchi Abror yozilgani uchun Abrordan keyin joy tashlayman. Mana bunday qilib. Hop, ko'rishingiz mumkin. Abror good morning deyildi va Abrordan keyin joy ochildi. Hop, ikkinchi usuli good morning keyin kelayotgani uchun ozgina bu yoqdan ham joy tashlayman. Hop, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham yana boyagi holatda keldi. Ozgina burada joy bor. Muammo yo'q. Tak. Uchinchi usulni ham ko'rsataman. Uchinchi usuli mana bu yerga string bo'sh joyini qoldirib ketishimiz kerak. O'shandagina mana orasidan joy ochilib qoladi. Xo'p, mana shu string bo'yicha kichkinagina amaliyotchamiz. Albatta o'zingiz uyda qilib ko'ring. Bu narsalarni yaxshilab o'zlashtirib olishingiz kerak. Keyingi darslarda ko'rishguncha.